Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 12-bilet tahlilini ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. Birinchi savol. Qaysi hollarda bir yo'nalishda harakatlanish uchun uchtadan kam tasmasi bo'lgan yo'lda to'xtash va to'xtab turish taqiqlanadi? Ko'priklarda, estakadalarda va yo'l o'tkazgichda to'xtab turish taqiqlanadi. Ko'priklar, estakadalar va yo'l o'tkazgich ostida ham mumkin emas, demak barchasi. Haydovchi tormozlanishda boshlangan avtomobilning sirpanib ketishini to'xtatish uchun bajarish kerak. Boshlangan tormozlashni to'xtatish. Boshlangan tormozlashni to'xtatish kerak. Haydovchiga transport vositalarining to'xtab turish joylari chegarasini bildiradigan uzluksiz chiziqni kesib o'tishga ruxsat etiladimi? To'xtash uchun ruxsat etiladi? Yo'q, noto'g'ri. Kirish va chiqish uchun ruxsat etiladi? Noto'g'ri. Hamma hollarda ruxsat etiladi agar to'xtab turish joyida boshqa transport vositasi yo'q bo'lsa. Taqiqlanadi, hurmatli kuzatuvchilar. Sababi ushbu chiziqlar uzluksiz chiziqqa o'xshab bosish mumkin bo'lmagan, kesib o'tish mumkin bo'lmagan, ya'ni devorni bildiruvchi chiziqlar hisoblanadi va bularni bosish, ustiga to'xtash mumkin emas. Yopiq shlagbaum oldida turgan transport vositalarini aylanib o'tishga ruxsat etiladimi? Ruxsat etilmaydi. Sababi bilasizlar, yopiq shlagbaum bo'lgan joyda, ya'ni ular temir yo'l kesishmalarida qo'yiladi yoki boshqa joylarda ushbu uni oldida turgan transport vositasini aylanib o'tish o'sha boshqa yo'l transport hodisasi sodir etishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli taqiqlanadi shlagbaum oldida turgan transport vositasini aylanib o'tishga. Chorrahadan 3-bo'lib qaysi avtomobil o'tadi? Hurmatli kuzatuvchilar, bu yerda 10 qo'l qoidasi ishlaydi. Ko'rishimiz mumkinki, yashil avtomobil hamda qizil avtomobil harakat qilayotgan yo'nalish asosiy yo'l hisoblanadi. Bu joyda endi kim birinchi harakat qiladi? 10 kun qoidasiga amal qilamiz. Ya'ni siz turgan, misol uchun siz asosiy yo'lda turibsiz. Ya'ni siz qizil mashinani ichidasiz. Bunday olganda, sizni o'ng tarafingizda yashil mashina bor. Sizning o'ng tarafingizdagi mashina har doim birinchi harakat qiladi. Shu sababli birinchi yashil avtomobil harakatga keladi. Undan so'ng qizil o'tadi, asosiy yo'nalishda bo'lganligi uchun. Undan so'ng ko'k avtomobilning o'ng tarafi bo'shaydi qizil o'tgandan keyin. Sariq avtomobilning o'ng tarafida esa ko'k avtomobil bor. Demak, o'ng tarafi bo'sh. Ko'k avtomobil 3-bo'lib chorrahadan o'tadi va oxirida sariq o'tadi. Haydovchi piyodalarga qachon yo'l berish kerak? Hovlidan yo'lga chiqishda yo'l berish kerak, yo'ldan hovliga kirishda yo'l berish kerak, yong'oq shoxobchasidan yo'lga chiqishda yo'l berish kerak, to'xtab turish joyidan yo'lga chiqishda yo'l berish kerak. Demak, hammasi. Ko'rsatilgan holatda yengil avtomobilga to'xtab turishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi, hurmatli kuzatuvchilar. Chunki ushbu holatda yuk mashinasiga xalaqit beradi. Bundan tashqari bilasizlar, o'sha chorrahalar kesishgan joyda, shunday xuddi shunaqa joylarda kamida 30 metr oraliqda to'xtash kerak. Yuk tashish taqiqlanadi agar yuk inining chekka nuqtasi oldingi yoki orqa gabarit chirog'ining tashqi chekkasidan 0,4 metrdan ortiq chiqib tursa. Mumkin bunday holatda. Yuk transport vositasining gabaritlaridan 1 metrdan ortiq chiqib tursa mumkin. Tashib o'tgan yuk vazni shu transport vositasi uchun ishlab chiqarilgan korxona belgilagan kattalikdan ortiq bo'lsa mumkin emas. Avtomobilning yon tomoniga sirpanib ketishi nima sababdan yo'l berishi mumkin? Faqat birdaniga keskin burilish sababli. Mumkin burilib ketishi shu holatda. Faqat birdaniga keskin tormozlash sababli. Bu ham to'g'ri. Birdaniga keskin tezlik olish va keskin tormozlash sababli. To'g'ri. Demak, hamma javob to'g'ri bo'ladi. Oxirgi savol. N2, N3 toifadagi avtotransport vositalarining boshqaruv qurilmasida qanday eng katta umumiy lift yig'indisiga yo'l qo'yiladi? Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, N2 va N3 bular katta yuk mashinalar hisoblanadi. Lift deganda biz rolni, mana mashina o'chgan holda rolni qimillatsangiz, burilib keladi yon atrofga bursangiz, burilishi bor-ku, shu lift hisoblanadi. Ushbu lift yig'indisi qanchadan umumiy yig'indisi qancha bo'lishi kerak deyapti. Yuk mashinalarida, ya'ni N2, N3 toifadagi transport vositalarida lift yig'indisi 25 gradus bo'lishi kerak. Ya'ni 25 gradusgacha burilishi kerak. Bundan ortig'i mumkin emas.
unda harakatlanish taqiqlanadi. Ushbu transportdan foydalanish taqiqlanadi undan oshib ketsa. Ushbu savolimiz oxirgisi edi. Beltimizni oxirgi savoli edi. Hurmatli kuzatuvchilar, kamchiliklar uchun uzr yana bir bor. Bizni kuzatishda davom eting. Savollar bo'lsa kommentlarda qoldiring. Bizning YouTube kanalimiz ham bor. Bu kanalimiz profilida turibdi. Bizni YouTube'da ham kuzatishda davom eting. Bu bizni mehnatimizni qadrlaganingizdan bildiradi. Rahmat e'tiborlar uchun. Sog' bo'linglar.